Kalila va Dimna o'g'ri hikoyasi. Deydilarki, bir o'g'ri o'z hamrohlari bilan bir boy odamning uyiga o'g'irlikka tushadi. Uy egasi oyoq tovushidan uyg'onib ketadi va tomda o'g'ri borligini sezadi. Xotinini asta uyg'otib, unga ahvolni tushuntiradi va deydi: "Men o'zimni uxlaganga solib yotaman. Sen baland tovush bilan mendan bunchalik mol-dunyoni qanday qilib topganligimni so'ragin. Men javob berishni istamasam, sen qattiq turib javob berishni talab qil." Xotini eri aytganidek savol berdi. Eri dedi: "Ey xotin, meni tinch qo'y. Bunaqa savollar beraverib boshimni qotirma. To'g'risini aytadigan bo'lsam, odamlar eshitib qoladilar deb qo'rqaman. Biz beobro' bo'lamiz. Jamoat bizdan yuz o'giradi." Xotin uni qo'yarda qo'ymay aytib berishni so'rayverdi. Eri dedi: "Sening so'rashingning sababi nima? Erning yashirin siri bilan xotinning nima ishi bor?" Xotini dedi: "Bilgim kelyapti." Eri dedi: "Bu mol dunyo o'g'rilik bilan topilgan. Men bir vaqtlar abjir o'g'ri edim. Oydin kechalarda davlatmand odamlarning devorlari tagiga kelib afsun o'qirdim-da, oy nuri tushib turgan uyning tomiga chiqib 7 marta sholem deb oy shu'lasi ustiga o'tirib, uyning o'rtasiga hech qiynalmasdan sakrab tushardim. U yerda ham 7 marta sholem deyishim bilan uydagi bor pul va qimmatbaho buyumlarning hammasi oldimda yig'ilib qolardi. Kuchim yetganicha ko'tarib, yana 7 martaba sholem deya oy shu'lasiga suvora bo'lib darchadan chiqib ketardim. Mana shu afsun tufayli hech kim meni ko'rmas va mendan badgumon ham bo'lmas edi. Sekin asta mana shu boyliklarni qo'lga kiritdim. Bu so'zni hech kimga o'rgata ko'rma." O'g'rilar buni eshitib, afsun o'rganib olganliklari uchun juda quvondilar. Biroz payt poylab yotdilar-da, uy egalarining uxlaganliklariga ishonch hosil qilgach, o'g'riboshi 7 marta sholem dedi, lekin oyog'ini darchaga qo'yishi bilan yerga qulab tushdi. Uy egasi darhol o'rnidan turib to'qmoq bilan o'g'rining boshiga tushirdi. Keyin u: "Men aziz umrimni sarf qilib topgan davlatimni osonlikcha olib ketaman deb o'yladingmi? Sen kimsan? Aytmasang hozir o'ldiraman" dedi. O'g'ri dedi: "Men sendek tilyog'lama odamning so'ziga aldanib to'rga ilingan laqma va nodon odamman. Xullas, laqma bo'lganim uchun haqiqatni topolmadim va o'zimga dedim: avlod ajdodimning dinida qolib, ko'rona unga rioya etsam, men faqat ajdodi jodugar bo'lganim uchun o'zini haqli hisoblagan jodugarga o'xshab qolaman. Agar yangidan din axtarishga boshlay desam, umr yetmaydi deb qo'rqaman, chunki o'limim yaqinlashib qolgan. Taraddud ichida yashaydigan bo'lsam, fursatni qo'ldan berib, hech bir savob ish qila olmay bu dunyodan o'tib ketaman. Shuning uchun men barcha dinlardan voz kechib, har narsadan ustun hisoblangan xayrli ishlar bilan mashg'ul bo'lishga, aqlga sig'adigan ishlar bilan shug'ullanishga ahd qildim." Bu Barzuyaning so'zlari edi.